Assalomu alaykum YouTube obunachilarimiz. Navbatdagi qilib bergan ishimiz kuxonli mebel bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Sierra akrildan eng yaxshi akrillardan ishlaganmiz. Stollari eng yaxshi suv qapchaqasi damli bo'ladi. Stollari bu yerda nastonli gazlari bor. Ularni o'yib joylashtirib berganmiz. Balandlarni esa yutgichlarni qoldirganmiz. Menda yog' qo'yish uchun shunday kargo mexanizmi ishlab berganmiz. Menda tortmalari tandem mexanizm bo'ladi. 30-40 kilogramni yukni malol ko'taradi. Chetlar ham zakritni bo'ladi. Ishlashlar ham yengil bo'ladi. Moykalarga keladigan bo'lsak, moykalari obishni 4 moyka bo'ladi. Buni suvlarni bo'lib berganmiz. Bu yerda gel idishlar ham bor. Telarida bonusini esa musorchalardan bo'lib berganmiz. Keyin bu yerda xonadonliklar turadi ekan. Xonadonliklarning ustilaridan mebellarimiz bilan ishlab berdik. Ko'rishingiz mumkin. Mebelimiz shu ko'rinishda bo'lib chiqdi. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat etaverasizlar.